17-fevral kuni bizni sudga chaqirishgan. Meni qamoqqa bo'lgan jazo bilan almashtirishlari mumkin. Farzandlarimni ko'ziga men qamoqqa vaqtim quvonch yo'q edi. Men ko'chaga chiqdim, farzandlarim hammasini ko'ziga quvonch bor. Ota farzandlarning yoniga bo'lsa quvonch bo'ladi. Mayli meni qamab qo'yishi mumkin. Men o'zim qornimni to'ydirishim mumkin. Men ichkariga bo'lib, lekin mana 4 ta bolamni qornini kim to'ydiradi? Farzandlarimni ko'zdan quvonch ketadi-ki. Men O'zbekiston prezidentimdan, rahbariyatidan so'rayman. İchmasam, chakmasam, qimor o'ynamasam, qimorni taqrib qilmasam, meni nima sababdan qamashadi? Men shuning uchun prezidentimdan, u kishining qizlaridan, oilasidan iltimos qilib so'rayman, rahbariyatdan iltimos qilib so'rayman. Meni farzandlarimni yoniga qolishlik, ulardan motivatsiya olib, harakat qilib, jang qilib, O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tarishim. Men chet ellarga qiynaldim, shuncha yurdim, lekin O'zbekistonga kelib maza qilib yashayapman. Bundan men faxrlanaman o'zbekligimdan. Shuning uchun men sizlarga chiqolman. Meni sudga chaqirishyapti. Protest kiritilgan, uni qaytadan qamoqqa almashtirilsin deb. Qamoqqa aylantirilsa, men qamoqqa ketsam, farzandlarimni yoniga, meni ota-onamni yoniga kim qolishi mumkin? Bu boshga egib video qilish emas. Farzandlarim uchun har bir ota hamma narsaga tayyor turadi. Uydan chiqmasligiga tayyor turadi. Farzandlar uchun hamma narsaga ota tayyor turadi. Sizlarga shuning uchun murojaat bilan chiqaman. Xalqim, qamalishim oldidan video qilganman. Mana chiqib men sizlarga rahmat aytdim. Prezidentimdan, xalqimdan yana ham sizlarga iltimos qilib, yana ham sizlarga chiqaman. Blogerlardan yetib borsin prezidentimga, rahbariyatlarda men qolishligim